أنتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم رحمة الله وبركاته. Aziz muvahhidlar, Allohning izni bilan biz mana bu La ilaha illallohni o'rganish kitobidan sharhlashni boshlaymiz. Bizni birinchi darsimiz bu birinchi bob La ilaha illalloh, ya'ni tavhid kalimasining fazilati va ahamiyatining bayoni bo'ladi. Muallif bizni ustozimiz Shayx Abu Muhammad Madani hafizahulloh aytadilarki, Bismillahirrohmanirrohim. Ey musulmon, bilginki Alloh seni o'z rahmatiga olsin va senga sog'lom fahm, idrok nasib etsin. Bandaning sharafi va izzati Allohga itoat, ibodat qilish va unga yuzlanishdadir. Insonlarning yaratilishi va shariatning nozil bo'lishidan ko'zlangan maqsad, hikmat bu Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qilish va uning buyruqlariga itoat qilishdir. Dunyo va oxiratdagi najot hamda baxt, saodat ham faqat Allohga ibodat va itoat qilish bilangina qo'lga kiritiladi. Bunga dalil Alloh azza va jal marhamat qilib aytadiki, va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jin va insonni faqat o'zimgagina ibodat qilishlari uchungina yaratdim. Alloh subhanahu va taala inson va jinlarni yaratishligidan maqsad faqat va faqat o'zigagina ibodat qilishliklari uchun yaratgan. Faqat ibodat qilsin demasdan Alloh subhanahu va taala aytdiki, liya'budun, mengagina ibodat qilishliklari uchun dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu bu oyatning tafsirida shunday deb aytadilarki, ibodat qilishlari uchun degan so'zni meni tanishlari, ya'ni tanishlari va menga ibodat qilishlari uchun deb tafsir qilganlar. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning bir kishi agar tanimasa, bir kishi uni Allohni yakka ekanligini bilmasa, mushriklardaqa Allohga ham sig'inadi, boshqa butga ham sig'inadi, yo'inki Allohning hukmidan boshqa hukm qilayotgan kishilarga ham sig'inib ketaveradi. Chunki Allohning hukmi bilan hukm qilmaslik ham bu ibodat. Kim agar Allohning hukmini qo'yib boshqa hukm bilan hukm qilsa, shunga ergashsa, shuni qo'llasa, Allohdan boshqasiga ibodat qilyapti. Alloh subhanahu va taala mana shunday deb, ya'ni marhamat qildiki, men inson va jinni faqat va faqat o'zimgagina ibodat qilishliklari uchun yaratdim. Ibn Abbos ham ya'ni mana shunday tafsir qildilarki, inson va jin, ya'ni ya'ni inson va jinni Alloh subhanahu va taala faqat ya'ni Allohga ibodat qilishlari va muvahhid, ya'ni tavhid e'tiqodida bo'lishlari uchun yaratganlar Alloh subhanahu va taolo. Shuning uchun hayotda inson nima uchun kelganligini mana bu oyatdan bilib oladiki, biz ya'ni shunday muhmal, ya'ni behuda
yaratilganimiz yo'q. Alloh subhanahu va taolo bizni muhmal holatda yaratmadi. Xuddi Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh usuli salasada aytadiki, Alloh subhanahu va taolo insonlarni, ya'ni behuda yaratgan yo'q. Insonlarni yaratib o'z holatlariga shunday tashlagan yo'q, balki ularga bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhala janna va man asahu dakhala nar. Kimki agar ularga itoat qilsa jannatga daxil bo'ladi va kimki agar osilik qilsa va u jahannamga kiradi. Shuning uchun payg'ambarlarni jo'natdi bizga dinni o'rgatishliklari uchun, shariatni o'rgatishliklari uchun. Va mana bu dinni, tavhidni payg'ambarlar kelib o'rgatdi. Va kim agar mana bunga itoat qilsa, kim agar ergashsa, uni oqibati, ya'ni nima bo'ladi? Oqibat jannatga va buyuk mukofotga erishadi. Bunga Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytyapti va buni Ibn Jarir al-Tabari, Bag'aviy va Ibn Kasirlar, ya'ni tafsirlarida mana bu oyatning tafsirida keyingi oyatni keltirib aytadilarki: "Va man yuti'illaha va rasulahu faqad faza fawzan azima." Kim Allohga va uning rasuliga itoat etsa, demak u buyuk zafar, ya'ni baxtga erishibdi. Bu buyuk zafar, faza fawzan azima, bu jannat. Bizni Allohga sig'inishligimizdan va Allohga ibodat qilishligimizdan va Allohning buyruqlariga itoat qilishligimizdan ham bu ham bo'lsa mana shu Allohning roziligi, jannatga kirish maqsadi bilan, Allohning azobidan, jahannamdan qutulishlik maqsadi bilan insonlar xavf, rajo ostida, ya'ni ibodat qilishadi. Inson hayotining quvonchi, lazzati va yaxshiligi Allohni tanishda, tavhidni anglashda va Allohga iymon keltirishdadir. Allohga hamd va sano aytiladigan so'zlarning eng afzali va Alloh eng yaxshi ko'radigan so'z bu la ilaha illalloh, Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q kalimasidir. Mana bu kalima tavhid kalimasidir. La ilaha illalloh. Kim la ilaha illallohni aytsa, unga amal qilsa, ma'nolarini bilsa, bu shu holatda o'lsa jannatga kiradi. Kim la ilaha illalloh desa-yu, buni bilmasa ma'nosini va mana bu holatda agar bilmagan la ilaha illallohni nima ekanligini, ma'nosini bilmagan holatda dunyodan o'tsa, bu inson to'g'ri joyi jahannamga ketadi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Man mata va huwa ya'lamu annahu la ilaha illalloh dakhala al-jannah." Kimki agar o'lsa-yu la ilaha illalloh ma'nosi nima ekanligini bilsa, u jannatga daxil bo'ladi. Chunki agar buni bilmasa, bu holatda bu, ya'ni bilmasdan o'tib ketsa dunyodan, bu holatda bu jahannamga ketadi. Barakallohu fikum. Bu yerda ya'ni birinchi ana shu birinchi dars. Bu yerda biz boshida aytdikki, la ilaha illalloh, ya'ni tavhid kalimasining fazilati va ahamiyati bayoni. Fazilat deganda biz nimani tushunamiz? Fazilat so'zi o'zi nima? Fazilat, al-fadila so'zi bu arab tilidan ya'ni olingan. Buni agar biz tarjima qilinsak, ya'ni tarjima qilsak buni afzallik
yoyinki ustunlik, yoyinki yuqori martaba va yaxshilik kabi ma'nolarni anglatadi. Shariat istilohida esa biror amal uchun va'da qilingan ajr mukofotlar va o'sha amalning boshqalardan ajralib turadigan, ya'ni ijobiy xususiyatlariga aytiladi. Masalan, tavhid bu hamma boshqa amallardan ajralib turadigan eng afzal ibodat. Tavhid kimda agar bo'lmasa, boshqa amallarni biron ma'nosi yo'q. Boshqa ibodatlarni ma'nosi yo'q. Boshqa ibodatlar ma'nosiz bo'ladi. Bu tavhid ana shu, ya'ni islomga kirishlikning kaliti bu. Kim agar bu kaliti bo'lmasa, eshikni ochib islomga kirmasa, ya'ni islomga kirmasdan tashqarida turish bilan qancha go'zal, qancha chiroyli amallarni qilmasa, bu amallari bunga hech qanday foyda bermaydi. Shuning uchun hali keyingi darslarda keladi. Tushunasizlarki, ya'ni bu tavhidning muhimligi qancha, afzalligi qancha, tavhidsiz ibodatlar qabul bo'lmasligi, tavhidsiz inson musulmon bo'lmasligi, Alloh subhanahu va taolo tavhidsiz ibodatni qabul qilmasligi va ammo kim agar tavhidda bo'lsa-chi, tavhidda bo'lsa, buni fazilatlaridan bittasiki Alloh subhanahu va taolo An'om surasining 82 oyatida shunday deb marhamat qiladiki: Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu va hum muhtadun. Iymon keltirgan va iymonlari zulm, ya'ni shirk bilan aralashtirmaganlar, ana o'shalar uchun omonlik bordir. Va ana o'shalar hidoyat topganlardir. Amonlik bu, ya'ni shu amonlik shirk va kufrdan, zulmdan amonda qolgan inson, e'tiqodan, aqidatan, va bu amonlik inson mana bu tavhid bilan ketsa, bu jannatga kiradi. Bu amonlik. Va keyin tavhidda bo'lgan odam hidoyatdadir. Shak shubhasiz tavhidi bor odam u hidoyatdadir. Shuning uchun tavhid bilan o'tib ketishlik bu eng buyuk sharaf, eng buyuk fazilatki, jannatga kirish va do'zaxdan najot bo'lishlikka sabab. Ki Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki: innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhi al-jannata va ma'wahu an-nar. Albatta kim Allohga shirk keltirsa, albatta Alloh unga jannatni harom qiladi va uning, ya'ni turar joyi jahannam bo'ladi. Buni Moida surasining 72-oyatida aytadi. Bu oyatni agar mafhumul muxolafa teskarisi, ya'ni teskari ma'nosida agar olsak, shuki tavhid ahli jannatga loyiqdir, jannatga kiradi. Agar shirk keltirmasdan dunyodan o'tsa, xuddiki bunga dalolat qiladigan boshqa hadis Imom Buxoriy yoyinki Imom Muslimdan kelgan hadis, sahih hadiski, Ibn Mas'ud rivoyatlari bilan man mata, kimki agar dunyodan o'tsa, man mata va lam yushrik va la yushrik billahi shay'an dakhala al-jannah. Kimki agar dunyodan o'tsa, Allohga shirk keltirmagan holatida agar dunyodan o'tsa, bu jannatga kiradi.
وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Kimki agar o'tsa dunyodan Allohga shirk keltirgan holatida agar dunyodan o'tsa, bu holatda bu inson to'g'ri jahannamga ketadi. Va jahannamning harom qilinishining sharti bu tavhid. Ya'ni jahannam kishiga harom bo'ladi qachon? Qachonki inson tavhidda bo'lsa. Fa innalloha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illalloh yabtaghi bidalika vajhalloh. Rivoyat Buxoriy va Muslim. Imom Buxoriy Muslim rivoyatlarida Itbon ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, albatta Alloh subhanahu va taolo la ilaha illallohni, Allohning yuzini, rozisini istab aytgan kishiga do'zaxni harom qildi. Shuning uchun tavhidni qabul qilishlikdan maqsad bu Allohni roziligini istashlik. Kim agar tavhidni qabul qilsa-yu, unda Allohni roziligi bo'lmasa, bu holatda bu inson munofiq bo'lib va tavhidini Allohni roziligi uchun emas-u, tavhidni boshqalarni rizo qilishlik uchun qabul qilsa, buni tavhidi bunga foyda bermaydi. Va boshqa tavhidni fazilati shuki, ya'ni tavhid bilan ketgan inson, biz aytdikki, amonlikda qoladi. Tavhid bilan ketgan inson jahannam unga harom qilinadi va tavhid bilan ketgan inson gunohlar, xatolardan amonda qoladi qiyomat kunida. Bunga dalolat qiladigan ana shu Imom Tirmiziy Anas ibn Malik bu hadisda Muhammad ibn Abdul Vahhab ana shu 2-boblarida, tavhidning 2-bobida keltiradilarki, ya'ni 2-bobida, ya'ni tavhidning fazilatida keltirgan. Ana o'sha yerda bu hadisda shunday deb aytilganki, barakallohu fikum, ya ibn Adam, ey odam bolasi, ey odam farzandi, innaka law ataytani biqrabil ardi khataya. Agar menga yer to'la gunoh, xato bilan kelsangu, thumma laqitani la tushrik bi shay'an, keyin ammo menga biror narsani sherik qilmay tavhid bilan yo'liqsang, la ataytuka biqrabiha maghfiratan, men ham senga yer to'la mag'firat bilan peshvoz chiqaman, yo'inki seni oldinga chiqaman. Mana bu tavhidning fazilati qanchalik buyukki, inson ba'zi gunohlarni qiladi, ba'zi xatolarni qiladi. Alloh subhanahu va taolo osonchalik kechiraveradi. Osonlik bilan kechiraveradi. Bu albatta juda ham katta bir fazil bu. Katta bir fazilat. Ki inson mana bu fazilatga ancha muncha insonlar erishmaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi rahm qilgan insonlargina mana bu fazilatga erishadi. Barakallohu fikum. Va yana salaf ulamolarning ba'zi bir so'zlarini ham keltiramiz, sahobalardan boshlab, ki aytishadilarki, ya'ni
Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhudan aytadilarki, jannatning kaliti bu la ilaha illallohdir. Jannatning kaliti bu la ilaha illallohdir. Kimki agar mana bunday kaliti bo'lmasa, bu kalitda tish bo'ladi. Bu tishlari ana shu shartlari. Kim mana bu shartlarni o'rganmasa, albatta bu kalitni qo'lga keltirgan bo'lmaydi. Shuning uchun ya'ni har bir musulmon bu kalitni qo'lga keltirishlikka harakat qilishliklari kerak. Ya'ni tavhidni o'rganishlari kerak. Tavhidni o'ziga mujassam qilishligi kerak. Jannatga kirishlikni xohlagan inson. Barakallohu fikum. Ibnul Qayyim Javziy rahimahulloh aytadilarki, tavhid bandaning dunyo va oxiratdagi eng buyuk panohidir. U g'am anduhlarni arituvchi, qiyinchiliklarni yengillashtiruvchi va gunohlarni yuvuvchidir. Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, tavhid qalbning quvvati, uning lazzati va rohatidir. Banda Allohni ya'ni yagona deb bilmas ekan, hech qachon haqiqiy saodatni topmaydi. Xuddiki oyatda ham mushriklarga agar aytilsaki, va ida ya'ni mushriklar oldida agar tavhid zikr qilinsa, ularning qalblari nima bo'ladi? Qalblari mana shunday siqilib, tanglashib, beqaror bo'lishadi. Barakallohu fikum. Ammo agar muvahhidlarning oldida tavhid agar bayon qilinsa, tavhid aytilsa, bu holatda musulmonlar rohat qilib turadi. Agar kimki tavhid aytilayotgan paytda yuragi siqilayotgan bo'lsa, o'zini bir tekshirib ko'rsinki, uni qalbida katta bir nifoq joylashi olgan. O'zini bir tekshirib ko'rishligi kerak. Shuning uchun ham ya'ni tavhid shunaqangi buyukki, insonni qalbiga agar joylashsa, uni qalbiga hech qanday bir nifoq, shirk, boshqa narsalarni qo'ymaydi, joy bermaydi. Barakallohu fikum. Va ana shu Imom Ahmad musnadlarida va Buxoriy ham ya'ni ta'liqan keltiradi janoza kitobida, birinchi bobida. Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida 5-jild 242-hadisda aytadilarki, miftahul jannati shahadatu an la ilaha illalloh. Jannatning kalidi bu la ilaha illallohdir. Allohdan o'zga haq ma'bud iloh yo'q. Ya'ni sig'inishlikka haqli ma'bud zot yo'q deb guvohlik berishlik. Va Ibn Abbos radhiyallohu anhuning ham so'zlari, bu zot ya'ni Qur'ondagi zulm so'zining tavhidga zid bo'lgan, ya'ni shirk tafsir qilganlar, at-tavhidu huwa asluddin va la yaqbalullohu amalan illa bihi. Tavhid ya'ni dinning asosidir. Alloh subhanahu va taolo biror amalni faqat tavhid bilangina qabul qiladi. Ya'ni tavhid bo'lmasa, buni insondan qabul qilinmaydi. Bu ana shu Jami'ul Bayan lit-tafsir Ibn Jarir at-Tabari, Ibn Jarir at-Tabarini Jami'ul Bayan tafsirlarida An'am surasining 82-oyatida 11-jild va
494-betida sahifasida keltirgan. Va tavhidi bo'lmagan insonni biron amali foyda bermaydi. Bu tavhidni fazilatidan. Buni Sufyan as-Savri Hilyatul Awliya 7-jild 32-betida aytadilarki: La yanfa'u ma'ash-shirki amalun va la yadurru ma'at-tawhidi dhanbun. Ay ma'al mashi'ati. Ya'ni shirk bilan birga qilingan biror yaxshi amal foyda bermaydi. Shirk bilan inson mushrik bo'lsa, qancha yaxshilik qilmasa ham bunga bironta amali foyda bermaydi. Misol uchun Abu Talib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakilari qancha payg'ambarimizni nusrat bergan. Lekin mushrikcha dunyodan ketdi. Jahannamda ana shu ya'ni yengil azobi bilan azoblanadi. Bu ham bo'lsa bir cho'qni oyog'ini tagiga qo'yadi, boshi qaynab ketadi. Shuning uchun shirk bilan birga qilingan biror yaxshi amal foyda bermaydi. Tavhid bilan bo'lgan gunoh esa agar Alloh xohlasa zarar qilmaydi. Ya'ni tavhid uni o'chirib yuboradi. Tavhid, ya'ni gunohlar tavhidni ketkazolmaydi. Gunohkor bo'ladi, o'sha gunohga muvofiq jahannamda kuyadi, yonadi, azob, Alloh subhanahu va taolo azob beradi agar xohlasa, Alloh xohlasa. Xuddiki Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Innalloha la yaghfiru ay yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha." Alloh subhanahu va taolo shirkni mag'firat qilmaydi, kechirmaydi va shirkdan boshqa pastdagi gunohlarni va yaghfiru ma duna shirk. Shirkdan boshqa gunohlarni xohlagan kishisiga Alloh subhanahu va taolo kechiradi. Xohlasa kechiradi, xohlasa azoblaydi o'sha gunohiga yarasha. Barakallohu fik. Va bu fazilatga yana Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadilarki: "At-tawhidu awwalu ma yadkhulu bihi fil islam va akhiru ma yakhruju bihi min ad-dunya." Tavhid islomga kirishdagi birinchi narsa va dunyodan chiqishdagi, ya'ni vafot etishdagi eng oxirgi narsadir. Buni Madarijus Salikin 3-jild va 443-betida sahifasida keltiradi. Qarangki, tavhid islomga shu bilan inson kiradi, musulmon bo'ladi va shu bilangina agar shu tavhid bilan oxirgi kalimasi man kana akhiru kalamihi la ilaha illalloh dakhala al-jannah. Oxirgi kalimasi vafot paytida, ya'ni o'layotgan odamga tavhidni talqin qilib, laqinu mavtakum la ilaha illalloh, o'zlaringni ana shu o'layotgan odamlarga la ilaha illallohni talqin qilinglar deganda, o'sha talqin qilayotganda mana shu la ilaha illalloh bilan ketsa, islom bilan, ya'ni tavhid bilan ketsa, xuddiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu bitta yahudni bolasiga borib tavhidga chaqirganda tavhidni qabul qilib, la ilaha illallohni qabul qilib shu bilan ketdi. Alhamdulillahki, ya'ni jahannamdan qutuldi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qildi. Allohga hamd aytdilar. Shuning uchun kim agar la ilaha illalloh bilan dunyodan ketsa, bu oxirgi kalimasi shu bo'lsa jannatga kiradi. Ammo la ilaha illallohni o'zini shirkiy aqidalari bilan tushungan odamlar kirmaydi hech ham jannatga. Bir kishi avliyodan ham yordam so'raydigan bo'lsa, la ilaha illalloh ham desa, bunday insonlarga bu la ilaha illalloh hech qanday foyda bermaydi. Va la ilaha illalloh
qalb uchun qanchalik bir qalbni mustahkamlaydigan va mana bu la ilaha illalloh qalbda agar joylashsa, buni hech narsa qoparib ololmaydi. Shuning uchun Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh Majmu'ul Fatavada 10-jildi 24-bet yo sahifasida aytadilarki, at-tawhidu lil qalbi kar-ruhi lil jasadi. Tavhid qalb uchun xuddi ruh jasad uchun bo'lgani kabi. Ya'ni ruhsiz jasad o'lik bo'lganidek, tavhidsiz qalb ham o'likdir. Shuning uchun tavhid bo'lmasa, inson bir o'lik insonga o'xshaydi. Bunga Imom Muslim rivoyat qilgan hadis ham borki, Alloh subhanahu va taoloni kimki agar zikr qilsa, ular tirikdaqa va kimki agar zikr qilmasa, bular xuddi o'liklardaqa. degan shu ma'noda masalul ladzi yazkuru robbahu val ladzi la yazkuru robbahu kamasalil hayy val mayyit degan mana shu hadis ki inson agar qalbida tavhid bo'lmasa, Allohga sig'inadigan bo'lmasa, Allohga sig'inmasa, buni qalbi ham, jasadi ham, ya'ni shu o'liklar qatoridir. Shuning uchun mana bu tavhidni fazilatini, buyukligini qanchalik inson bilish kerak. Barakallohu fikum. Bu edi mana bu birinchi dars va tavhidning qisqa fazilatdagi ya'ni ma'nosi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.